Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar. Hadi Metal Works YouTube kanalining obunachilari, metall ishqibozlari, tom shaydolari. Navbatdagi tomimiz Toshkentda, Toshkent viloyatida barpo etilgan. Ko'rishingiz mumkin. Go'zal suratda. Binomiz 20 ga 20. O'zbekiston shaklida stullarimiz orasi. Salkam 7 metrdan. Shunaqa chiroyli shaklda. Bino keldi, mana soat ustida dam olib o'tiribdi ishdan keyin. Navbatdagi ishimiz shunaqa shaklda bo'ladi. Xudo o'zi bilan video obzor qilamiz. Usti yo'q deganlarga mana ustunlari mana. Chiroyli holat. Bu ishlar chiroyli sababi mana shu sanoat sababchi. Bek Muhammad Qor aka juda qattiq ishladi. Ustoz. Kimda kim shunaqa ishlar qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan har doimgidek oy berishda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like va podpiska вообще chilardan chiqmas. Salom, like bosib qo'yamiz.